Birinchi produktimiz tonapli SPF krem. Yoz, havo shundoq ham isib yotibdi, yuzingizga hech narsa surish yoqmayapti. Mana bu 2-3 bolalar yig'lab yotibdi, yuzingizga ustavchi ko'rinyaptimi? Unda bu videoni o'tkazib yubormanglar. Mana shu 3 ta dona produkt bilan yuzimizni освежить qilib olamiz hozir qizlar. Birinchi produktimiz bu tonapli SPF krem Round Lab'niki. Shuni surib olamiz. O'z yuzimizga yengil ton beradi qizlar. Endi suxoy rumyani yuzimizni освежить qilish uchun ko'zimiz tepasiga ozgina surib olamiz. Kontur. Xo'laylar pomada suringlar, xo'laylar blesk, kim nima xohlasa. Bo'ldi, tayyor. Yuzimiz ham svejiy bo'ldi. 5 minutdan vaqt ketmaydi bu makiyaj uchun. Menga shunaqa yaltilab turgan effekti yoqadi. Agar xohlasanglar, ustidan ozgina pudra sursanglar ham bo'ladi. Kamerani yaxshi ko'raman. Всем пока. Bu makiyaj mama shara uchun juda ham ideal makiyaj.